Bacham? Onang bilan maslahatlashib bir qarorga keldik. Seni uylantirishga qaror qildik biza. Qiz ham topib qo'ydik, ota-onasiga ham aytib qo'ydik. Faqat to'y qilish kerak, tamom. Mendan nima so'ramadingizlar? Nima mendan so'ramang, ish qilyapsizlar. Men odam emasman bu uyda. O'ylamaymanmi? Mendan so'ramasdan to'yim qilmoqchilar. Nima menda yurak yo'qmi? Mendan bir og'iz so'rasalar bo'ladi-ku. O'ylamayman men. Qachongacha mendan so'ram ish qiladilar. Haqiqatan ham uylansam-a? Tuva. Bilar. Tuva. To'yim bo'lsa, ha? Yelkalab tursam, dadasi turingdi. Tuva. Bacham? Qizi ota-onasiga aytib qo'yganman. Uylantiramiz, to'y qilamiz deb. Iltimos sendan bacham, meni el yurt oldida sharmanda qilma. O'ylanmayman men. Tushundingizlarmi? O'ylanmayman. Ulas neyse. Ey, menga iltimos qilyaptilar. O'ylan deb. İltimos qilyaptilar. Dada, size telefon olib keldim. Qanaqa telefon? Vivo telefon. Oxirgi rusum hozir. Yana bir ish boshladingmi yo sen? Dada, bu Vivo'ni eng zo'r telefoni. Y306 Vivo. Buni operativ xotirasi 8 GB, yana 8 GB kengaytirish imkoniyati bor. 44 voltlik tez zaryadlash va 5000 amperlik akkumulyator. 50 megapikselli yuqori sifatli kamera. Eng muhimi, smartfon premium materiallardan ishlangan. Buni chin qalbimdan siz olib kelganman, dada. Hazillashmayapsan bacham? Rostdan menganmi? Ha, rostdan siz-a, dada. Rahmat bacham. O'g'lim telefon podarka qiladi, hech o'ylamagan ekan. Rahmat bacham. Bo'qa ishlaring qil, hozir men ham boraman. Ha. O'g'lim telefon podarka qildi. O'g'lim. Buni men. İsmi hurmatli Islam aka. Kredit muborak. Yedi? Kredit? Dada. Olam shumul yangilik yaratdim. Men Ivrika yaratdim, Ivrika. Men bu yerda suv bilan havoni birlashtirib, undan hosil bo'lgan bakteriyalarga aminokislotani qo'shdim. Aminokislotani qo'shganimdan keyin sun'iy hujayra paydo bo'ldi. Bu sun'iy hujayrani inkubator qilsam, odam paydo bo'ladi. Men bu bilan insoniyat yarataman. Sun'iy inson, sun'iy odamzod yaratadi. Inkubator ishlab ko'ring, sun'iy hujayra qilsangiz, sun'iy odam yaratadi. Bu Ivrika degani. Dada, tushunyapsizmi? Ivrika bu. Bacham, men ham uylanmagan buydoq paytim ana shunaqa sun'iy odamlar yaratdim. Shunaqa bir yomon umni bachaytim-da. Ularsan foydasi yo'q bacham. Men uylantirib qo'yaman sizni. Haqiqiy odam yaratdim.